Akalar, asosan Instagramdan muammolarni olib chiqib, jaydar hamma narsani prozrachni aytganim uchun odamlar ishonch bildirib menga to'lov qilishadi. Meni ishim podzakaz mashina olib kelib berish va odamlar 100% pulni olib, keyin mashinani olib keltirib beraman. Buyurtma asosida ikkita mashinamiz yetib kelgan. Ikkalasi ham yillik 25 xudo xolasa. Bittasini Buxorodan turib, Azbekamiz dekabr oyida $2000 depozitga pul tashlab qo'ygandilar. Zavod 2025-yil 10-fevraldan keyin ishlab chiqarishni boshladi. Okamlarniki xudo xolasa 2025-yil 15-fevral kuni zavod tomonidan ishlab chiqarib berilgandan keyin to'lov qildilar. Mashina bugunga nasib qilganga yetib keldi. Ikkinchi mashinamiz Leapmotor C16 ikkinchi paysi to'liq elektr varianti. Buni Toshkentlik Umid akamiz zakaz qilgandilar. Yanvar oyida to'lov qilgandilar akamiz. 15-fevralda mashinalar chiqqandan keyin qolgan to'lov qilib berdilar. O'tgan hafta seshanba kuni kelish kerak edi. Akamni juda ham katta samniyat bo'lib qoldi orada. Sababi bir hafta mashina zadержка bo'ldi, yallamada o'chikda qolib ketdi. Va akam bizdan surishtirganlarning hisobiga adami o'rtoqlarining ukalari bo'lib chiqdilar xullas. Agar sizga ham buyurtma asosida mashina kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqing, qo'ldan kelgancha tezlashtirib olib keltirib beramiz. Jahon Motors yaxshi kuningizlarda xizmatda, sog' bo'linglar.